27-iyuldan ipoteka subsidiyasiga arizalar qabul qilinadi. Eng asosiy talab kamida 30 ball yig'ish. Xo'sh, bu 30 ball o'zi qanday yig'iladi? Sizga sodda tilda tushuntiramiz. Avvalo oilangizni o'rtacha oylik daromadi hisobga olinadi. Agarda Qoraqalpog'iston yoki viloyatlarda yashasangiz va oilangizni o'rtacha oylik daromadi 3,431,700 so'mdan 8,897,000 so'mgacha bo'lsa, 10 ball beriladi. Agarda daromad 8,897,000 so'mdan 10,168,000 so'mgacha bo'lsa, 5 ball beriladi. Toshkent shahrida esa daromad 3,431,700 so'mdan 10,168,000 so'mgacha bo'lsa 10 ball. 10,168,000 so'mdan 11,693,200 so'mgacha bo'lsa 5 ball beriladi. Eng katta ball esa uy-joy bo'yicha. Agarda siz va turmush o'rtog'ingizning nomida respublika bo'yicha hech qanday uy-joy bo'lmasa, sizga 20 ball beriladi. Bundan tashqari 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarga 5 ball, mehnat migratsiyasidan qaytgan fuqarolarga 10 ball, olis hududlarda ishlayotgan mutaxassislar va ayrim toifadagi fuqarolarga ham qo'shimcha ballar beriladi. Arizani MyGov.uz portali orqali topshirishingiz mumkin. Shuningdek, ariza topshirishdan avval OneID tizimi orqali banklarga kredit tarixini tekshirish uchun ruxsat berishni unutmang. Shoshiling, arizalar 27-iyul kuni soat 15:00 dan qabul qilinishi boshlangan.